Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz ana shu Greenfordlar to'g'risida bo'ladi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisatsiya tugmachasi bor, obuna bo'lib qo'yasizlar. Albatta fikringizni kommentariyga yozib, like esingizdan chiqmasin, like ni bosamiz aziz do'stlar. Bugungi sanamiz 14-dekabr, haftani yakshanba kuni, dam olish kuni 2025-yil. Manzilimiz Samarqand tuman Qo'shmachit mahallasiga mana shu mollar sotiladi. Bir qator ko'rsatamiz. Soniga kelsak, soni 7 bosh qolgan, mana 7 bosh qolgan Greenfordlar. Bular 5 oylik, 6 oylik atrofga bitta ko'rsatamiz do'stlar. Bitta ichiga Angustian bor, bitta Simmental, qolganligi Greenford. 5 ta Greenford, bitta Angus, bitta Simmental. Mana orqa korobkalarni ko'ryapsizlarmi? Pachka. Bo'ylariga kelsak, mana bu maydasi 1 metr tepasiga, kattasi 1.20 gacha. Katta Simmentalimiz bor, chekkaga o'shani ham ko'rsatamiz. Bu Greenfordning kattasi 1.10. Do'stlar. Lekin o'ta nihoyatda korobkalari chiroyli mana. Hozir ko'rsatamiz. Oyoqlari qalin, sog'lom. Yeshi ichishiga gap yo'q. Mana hozir yeshini ko'rsatamiz sizlarga. Bularga samon beramiz, ustiga silos, keyin kepak bilan yarma beryapmiz. Qo'ng'urlari ham kelgan mana. Ikkinchisi qo'ng'ur. Toza Greenford. Oqbosh emas yoki boshqa emas, Greenford. Toza Greenfordlar. Bo'yi 1 metr tepasi, 1.10 gacha qalin mana. Mana ular ham oyoqlarini ko'rsatamiz. O'ta qalin. Bular donaga ham sotiladi, hammasi bir joyga ham sotiladi mana. Yeshi yaxshi, sog'lom, hech qanaqa ayb illati yo'q. Ko'p obunachilar Angus so'ragan edi, mana Angustimiz ham bor ichiga. Ular 6 oylikdan o'tgan, lekin o'ta baquvvat. 1.15 qalin. Mana chekkaga Simmentalimiz bor. Simmentalni keyingi videoga ko'rsatamiz inshaalloh. Bu hozir ozgina qorong'i bo'lgani uchun ko'rsata olmayapmiz. Bularning narxiga kelsak, narxi 16,5 million so'mdan boshlanadi. 16,5 million so'mga bor. Misol, realni gapiramiz. U kuni bitta 16,5 ga sotdik, bitta 19 millionga sotdik. Shuning uchun ko'rsatamiz. Mana 16,5 million so'm. Ko'p videolarni ko'ryapman, 15 ga, 16 ga 10 ta qilib beraman deydi. Borgandan keyin bitta ham topib bo'lmaydi bu yerga. Bu yerga unaqa emas mana. Realni ko'rsatamiz. Bo'yini ham hamma joyini ko'rsatamiz. Yeyishi, ichishi hammasi yaxshi. Sog'lom. Mana 5 ta Greenford bir joyga bo'lsa 100 million aytyapmiz. 95 millionga shu yerdan chiqib ketadi. 5 tasi 95 million so'm. Mana. Bunaqa narx Toshkentga ham yo'q, Vodiga ham yo'q, boshqa joyga ham yo'q. Mana. 5 ta Greenford. Hozir ko'rsataman bularni. Hozir tashqariga yana hozir yomg'ir yog'yapti, tashqariga olib chiqib ko'rsatardim mana. Oyog'ini ko'ryapsizlarmi? Qanday qalin. Donaga bo'lsa 16,5 million so'mdan 21 million so'mgacha ichiga ham bor. Bitta kattasi 20 million, 21 million mana shunaqa. Bu Angustimiz 24 million so'm, Simmentalimiz ham 24 million so'm. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqib kelaverasizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar mana. Rossiyadan olib kelingan zotli qoni toza mana. Birkalari ikkitadan. Uchinchi, 4-chi. Ularning birkasi sal boshqacha ekan. Unisi ham ko'rsataman. Yana katta Angus, katta mollarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqib kelaverasizlar. Hozir yomg'ir yog'yapti. Hammangizni dam olish kuningiz maroqli o'tsin deb ozgina qisqacha video qildik. Televizorni qo'yib, YouTube'ni qo'yib bemalol
bitta choy, issiq qaynoqgina choyni suzib, bemalol tomosha qilasizlar degan umiddaman. Azizlar, videomiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Fi amanillah. Hamma obunachining uyiga mana shunaqa mollar boqish nasib qilsin. Chorvaga qiziqadiganlar bitta like ni bosamiz, azizlar. Uyingizga mana shunaqa zotli mollar boqish nasib qilsin. Telegram gruppalar bo'lsa, mana shu chorva gruppalar bo'lsa, tarqatib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqib kelaverasiz. Manzilni yana bir marta qaytaraman. Samarqand Seliskiy Qo'shmachit mahallasiga.